Kirish diqqat hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun sizning e'tiboringizga juda muhim, hatto shoshilinch xabarni yetkazmoqchiman. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga, aynan har oladigan nafaqa miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchiligingiz bu haqda hatto bilmasligingiz ehtimoli bor, ammo vaziyat shunchalik jiddiyki, uni e'tiborsiz qoldirishning iloji yo'q. Bugun men sizga nafaqangizni zudlik bilan tekshiring. Shior ostida qanday o'zgarishlar yuz berganini, nimalarga e'tibor berish kerakligini va eng muhimi, o'z haqqingizni qanday himoya qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech qanday joyini o'tkazib yubormang, chunki har bir tafsilot muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot boshqa minglab nafaqaxo'rlarga ham yetib borsin va ular ham o'z huquqlarini bilsinlar. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalambor tushunaylik, nafaqa hisob kitoblar qanday amalga oshirilardi va bu tizimda nimalar o'zgardi? Oldinlar nafaqa hisob kitoblari biroz boshqacharoq tizimda amalga oshirilardi. Odatda fuqarolarning mehnat daftarshalari asosida ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari va boshqa qog'ozbopliklar bilan ishlash orqali amalga oshirilardi. Bu jarayon juda katta vaqt talab qiladigan, odam omiliga bog'liq bo'lgan, ko'plab inson xatolariga yo'l qo'yish ehtimoli yuqori bo'lgan va shaffofligi nisbatan past bo'lgan tizim edi. Tasavvur qiling, yuzlab minglab odamlarning mehnat staji, oylik maoshlari qo'lda tekshirilgan, har bir hujjat alohida ko'rib chiqilgan. Natijada ba'zi ma'lumotlar noto'g'ri qayd etilishi, ayrim davrlar hisobga olinmasligi yoki noto'g'ri oylik maoshlar ko'rsatilishi mumkin edi. Bu holatlar nafaqaxo'rning umumiy nafaqa miqdoriga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda davlatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda va bu nafaqa tizimiga ham kirib keldi. Endilikda nafaqa hisob kitoblar zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida ko'plab davlat idoralarining, masalan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Soliq qo'mitasi, Statistik qo'mita, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, FADEDO bo'limlari kabi ma'lumotlar bazalari integratsiyasi asosida avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilmoqda. Bu degani endi sizning mehnat tajingiz, ishlagan joylaringiz, olgan oylik maoshlaringiz haqidagi ma'lumotlar turli manbalardan avtomatik ravishda yig'ilib bir tizimda qayta ishlanadi. Ushbu yangi tizimning asosiy afzalligi bu shaffoflik va aniqlikning oshishi. U inson omilini kamaytiradi va xatoliklar ehtimolini minimallashtiradi. Ammo aynan mana shu yangilanishlar sababli ilgari e'tibor berilmagan yoki noto'g'ri hisoblangan ma'lumotlar yuzaga chiqmoqda. Ya'ni eski tizimdagi kamchiliklar endi avtomatik tarzda aniqlanishi mumkin. Bu esa ba'zi nafaqaxo'rlar uchun nafaqa miqdorining qayta hisoblanishiga, shu jumladan oshishiga olib kelishi mumkin. Biroq sizning haqqingiz to'liq hisoblanganiga ishonch hosil qilish uchun bu jarayonni o'zingiz ham nazorat qilishingiz shart. Asosiy qism bil, nimalarni bilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q, sizga bu o'zgarishlar nimani anglatishini va kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo shuni tushunish kerakki, yangi raqamli tizim ancha aniqroq ishlaydi. U sizning mehnat faoliyatingizga oid ma'lumotlarni bir nechta manbalardan bir-biri bilan solishtiradi va har qanday nomuvofiqlikni aniqlaydi. Bu degani, sizning mehnat stajingizda avval hisobga olinmagan davrlar, masalan, yillar yoki oylar endi topilishi mumkin. Shuningdek, nafaqa hisoblashda asos bo'ladigan oylik maoshlar haqidagi ma'lumotlardan tuzatishlar kiritilishi mumkin. Bu deyarli har bir nafaqaxo'r uchun o'z nafaqa hisobini tekshirishni zarur qilib qo'yadi. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? 1. Norasmiy ishlagan davrlarga ega bo'lganlar. Agar siz o'z hayotingiz davomida qisqa muddat bo'lsa ham norasmiy, ya'ni mehnat daftarchasiga yozilmagan yoki soliqlar to'lanmagan ishlarda faoliyat yuritgan bo'lsangiz, bu davrlar nafaqa stajiga kirmasligi mumkin. Yangi tizimda bu davrlarni legallashtirish yoki kamida ularni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. 2. Mehnat stajida bo'shliqlar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Ba'zi odamlarning mehnat daftarchalarida ishdan bo'shash va yangi ishga kirish oralig'ida katta bo'shliqlar bo'ladi. Ba'zan esa korxona nomi noto'g'ri yozilgan, mux tushmagan yoki yozuvlar o'chib ketgan bo'ladi. Yangi tizim bu kabi nomuvofiqliklarni avtomatik tarzda aniqlaydi va sizdan ularni tushuntirishingizni yoki tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin.
tez ish joyini o'zgartirganlar. Agar siz hayotingiz davomida ko'plab korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, har bir ish joyidan ma'lumotlar to'g'ri va to'liq kiritilganligini tekshirish muhim. Chunki har bir kichik xatolik umumiy stajingizga ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri. Qiyin va zararli sharoitlarda ishlaganlar. Agar siz shunday ishlarda faoliyat yuritgan bo'lsangiz va bu sizga imtiyozli pensiya huquqini bersa, masalan, muddatidan oldin pensiyaga chiqish yoki yuqori koeffitsiyentda hisoblash. Yangi tizim bu huquqni to'liq aks ettirganligini tekshirish zarur. Ba'zan oldingi hisob kitoblarda bu jihatlar e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. 5. Uzoq vaqt davomida bir xil. Nisbatan past nafaqa olib kelgan va hech qachon uning hisob kitobi qiziqmaganlar. Ko'pchilik qancha berishsa, shuni olaveraman degan mentalitetda bo'ladi. Ammo nafaqa hisob kitoblaridagi kichik xatoliklar ham yillar davomida katta miqdorga aylanadi. O'z nafaqangizni tekshirish orqali siz haqqingizni to'liq olishingiz mumkin. 6. Hujjatlar yo'qolgan yoki shikastlanganlar. Agar sizning mehnat daftarchangiz yoki boshqa muhim hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, yangi tizimda mavjud raqamli ma'lumotlar orqali stajingizni tiklash imkoniyati mavjud. Ammo bu jarayonni sizning tashabbusingiz bilan boshlash kerak. Kimlar bunchalik xavotirlanishi shart emas. Butun mehnat faoliyati davomida rasmiy va uzluksiz bir yoki ikki yirik korxonada ishlaganlar. Agar sizning ishingiz qat'iy tartibda barcha hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan holda amalga oshirilgan bo'lsa, sizning nafaqa hisobingizda katta xatoliklar bo'lish ehtimoli kamroq. 2. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar siz so'nggi yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimda qayta ishlangan bo'lishi mumkin. Ammo baribir tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa bir nechta real hayotdan olingan misollar bilan vaziyatni yanada tushunarli qilamiz. Misol bir ijobiy holat. Mehnat staji to'liq hisoblanmagan Gulnora opa yetim yoshda. U uzoq yillar davomida nafaqa olib keladi. Uning mehnat daftarchasi bo'yicha 25 yil staj hisoblangan. Biroq Gulnora opa 1990-yillarning boshlarida xususiy korxonada 3 yil davomida norasmiy ravishda ishlaganini eslaydi. O'sha paytda hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmagan. Yangi raqamli tizim joriy etilgandan so'ng u nafaqa fondiga murojaat qilganida uning bu davrdagi soliq to'lovlari agar mavjud bo'lsa yoki boshqa arxiv ma'lumotlari avtomatik ravishda tekshiriladi. Agar o'sha xususiy korxona o'sha davrda Gulnora opadan soliq to'lovlarini amalga oshirgan bo'lsa, hatto bu mehnat daftarchasiga kirmagan bo'lsa ham bu 3 yil stajiga qo'shilishi mumkin. Natijada Gulnora opaning pensiyasi avvalgi 1.500.000 so'mdan masalan 1.200.000 so'mga o'sishi mumkin. Bu oyga 300.000 so'm farq degani yiliga esa 3.600.000 so'm. Bu oz miqdor emas, shunday emasmi? Misol 2. Ijobiy holat. Noto'g'ri koeffitsient qo'llanilgan Akmal aka 35 yoshda. U umrining eng 2 yilini og'ir va zararli mehnat sharoitlariga ega bo'lgan kimyo zavodida ishlagan. Qonunchilikka ko'ra, bunday ishlarda band bo'lganlarga nafaqa hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilishi yoki muddatidan oldin pensiyaga chiqish imtiyozi berilishi kerak edi. Biroq Akmal aka pensiyaga chiqqanida uning hujjatlarida bu ma'lumot to'liq aks etmagani yoki noto'g'ri tushunilgani sababli unga oddiy sharoitlarda ishlagan fuqarolar kabi hisoblash asosida nafaqa tayinlangan. U avval 1.700.000 so'm nafaqa olgan. Endilikda yangi tizim uning ishlagan joyidagi mehnat sharoitlari haqidagi ma'lumotlarni avtomatik tarzda tahlil qiladi va agar uning zavodda ishlaganligi va bu zavodning zararli sharoitda ekanligi tasdiqlansa, uning nafaqasi qayta hisoblanishi mumkin. Maxsus koeffitsient, masalan, 10 gara koeffitsient qo'llanilgan taqdirda uning nafaqasi 2.6 so'mga yetishi mumkin. Bu oyiga 300 so'mlik o'sish, misol uchun potensial nomuvofiqlik. Qishloq xo'jaligi sektorida ishlagan Jamshid amaki yetim 2 yoshda. U uzoq yillar kolxozda ishlagan. O'sha davrlardagi hisob kitoblar, oylik maoshlar haqidagi ma'lumotlar ko'pincha tartibsiz bo'lgan. Jamshid amaki nafaqa olganda uning oylik maoshlari nisbatan past qilib ko'rsatilgan va bu uning umumiy nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Yangi tizim esa eski arxiv ma'lumotlari, soliq hisobotlari va boshqa davlat idoralaridan olingan ma'lumotlarni solishtirganda ba'zi davrlarda uning oylik maoshlari noto'g'ri aks ettirilganini aniqlaydi. Agar Jamshid amakining o'sha davrdagi haqiqiy ish haqi unga hisoblanganidan yuqori bo'lganligi tasdiqlansa,
uning nafaqasi ham oshirilishi mumkin. Misol uchun 1.300 ming so'm bo'lgan nafaqasi 1.600 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Ammo agar aksincha u noto'g'ri yuqori maosh asosida nafaqa olgan bo'lsa, kamdan kam holat, lekin mumkin. Tizim buni ham aniqlashi mumkin. Shuning uchun tekshirish juda muhim. Asosiy qism 2, qoidalar istisnolari. Tuzoqlar va noaniq nuanslar nafaqa tizimidagi yangilanishlar ko'p ijobiy tomonlarga ega bo'lsa-da, ba'zi istisnolarga, kutilmagan tuzoqlarga va noaniq nuanslarga ham ega bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizga jarayonni to'g'ri boshqarishda yordam beradi. 1. Barcha ma'lumotlar ham raqamlashtirilmagan. Garchi juda ko'p ma'lumotlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi bir juda eski davrlarga oid. Ayniqsa 1990 yillargacha bo'lgan yoki yopiq tashkilotlarda, masalan, mudofaa sanoati yoki harbiy soha ishlaganlarning ma'lumotlari hali ham qog'oz shaklida arxivlarda saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda avtomatik tizim sizning to'liq stajingizni aniqlay olmasligi mumkin. Bu esa sizdan qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni, shu jumladan eski ma'lumotnomalarni ham saqlashingiz muhim. O'z-o'zini to'g'rilash va fuqaro tomonidan tashabbus ko'rsatilgan tuzatish. Yangi tizim ba'zi xatolar va nomuvofiqliklarni avtomatik ravishda aniqlashi va tuzatishi mumkin. Biroq ko'pgina hollarda, ayniqsa murakkabroq vaziyatlarda yoki arxiv ma'lumotlari talab qilingan joylarda nafaqaxo'rning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib jarayonni boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni sizning harakatingizsiz ba'zi tuzatishlar umuman amalga oshirilmasligi mumkin. Bu ish beruvchining mas'uliyati. Agar sizning sobiq ish beruvchingiz ijtimoiy ajratmalarni to'liq yoki umuman to'lamagan bo'lsa, bu nafaqaxo'rning nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Garchi qonun bo'yicha ish beruvchi javobgar bo'lsa-da, amalda bu holatni aniqlash va tuzatish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Bu vaziyatda pensiya jamg'armasi sizga qanday yo'l tutish kerakligini tushuntiradi. Ba'zi hollarda sud orqali ushbu to'lovlarni undirishga to'g'ri kelishi mumkin. 4. Muddat cheklovlar nafaqa hisoblashda muddat cheklovlari mavjud emas. Ya'ni sizning mehnat stajingiz istalgan davr uchun hisoblanishi mumkin. Ammo agar siz nafaqa kam hisoblanganligini aniqlasangiz va o'tmishdagi kam to'langan summalarni qaytarib olishni istasangiz, bu borada ma'lum muddat cheklovlari bo'lishi mumkin. Odatda bunday summalarni qaytarib olish muddati 3 yilgacha cheklanadi. Ammo har bir holat qonunchilikka muvofiq alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun tezroq murojaat qilish muhim. 5. O'zingizning hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa-chi? Agar sizning mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz yoki boshqa muhim hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, tushkunlikka tushmang. Yangi raqamli tizim va arxivlar sizga yordam berishi mumkin. Birinchi qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Ular sizning ma'lumotlaringizni mavjud raqamli bazalar orqali tekshirishadi. Agar ba'zi davrlar topilmasa, sizga o'sha korxonalar yoki arxivlarga murojaat qilish bo'yicha yo'l yo'riq berishadi. Eski korxonalar tugatilgan bo'lsa, ularning hujjatlari markaziy arxivlarda saqlanishi kerak. 6. Noto'g'ri ma'lumot taqdim etish oqibatlari. Agar avvallari kimdir nafaqa tayinlashda noto'g'ri yoki soxta ma'lumotlar taqdim etgan bo'lsa, yangi tizim bu nomuvofiqliklarni aniqlashi mumkin. Bunday holatlarda nafaqa miqdori kamayishi yoki hatto ortiqcha olingan mablag'larni qaytarish talab etilishi mumkin. Shuning uchun faqat haqiqiy va tasdiqlangan ma'lumotlarni taqdim etish lozim. 7. Noaniq nuanslar. Turmush o'rtog'ining nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki bolalikdan nogironlik pensiyasi kabi turdagi nafaqalar ham yangi ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan ayolning marhum turmush o'rtog'ining mehnat staji yoki oylik maoshlari qayta baholansa, uning nafaqasining miqdori o'zgarishi mumkin. Bular ham diqqat bilan tekshirilishi kerak. Firibgarlik tuzog'i. Afsuski, har qanday yangilik bilan birga firibgarlar ham paydo bo'ladi. Sizning nafaqangizni oshirishga yordam beramiz, evaziga ma'lum miqdorda pul bering degan shaxslar yoki tashkilotlardan ehtiyot bo'ling. Nafaqa bilan bog'liq barcha masalalar faqat davlat organlari, pensiya jamg'armasi, xalq banki yoki davlat xizmatlari markazlari orqali hal qilinishi kerak. Hech qanday uchinchi shaxslarga o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pulingizni bermang. Pratik maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz aynan nima qilishingiz kerak? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, vahimaga tushmang. Eng muhimi vahimaga tushmaslik. Vaziyatni xotirjamlik bilan qabul qiling.
va to'g'ri harakat qiling. Bu jarayon sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Ikkinchi qadam, o'z nafaqangizning hisob-kitob tafsilotlarini qanday tekshirish kerak? Sizning bir nechta variantlaringiz bor. Onlayn usul raqamli savodxonligi borlar uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz. Bu portal orqali siz nafaqa hisob-kitobi haqida ma'lumot olish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun sizda ERI, elektron raqamli imzo bo'lishi kerak. Bu xizmat orqali siz o'z mehnat stajingiz, oylik maoshlaringiz va nafaqangizning dastlabki hisob-kitoblari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usul hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi sayti. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida ham shaxsiy kabinet orqali ma'lumot olish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Ammo MyGov.uz ko'proq imkoniyatlarni beradi. Offlayn usul eng keng tarqalgan va ishonchli. Davlat xizmatlari markazlari DXM siz o'zingiz yashaydigan hududdagi davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda mutaxassislar sizga nafaqa hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot olishda yordam berishadi. Bu usul qulay, chunki sizga ayri shart emas va kerakli ma'lumotlarni so'rashda yordam berishadi. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limi eng aniq va batafsil ma'lumotni olish uchun siz o'z hududingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Bu yerda sizning shaxsiy ishingizni ko'rib chiqqan holda barcha ma'lumotlar bilan tanishishingiz va savollaringizga javob olishingiz mumkin. Xalq banki pensiyalarni faqat to'laydi. Hisob-kitoblar bilan pensiya jamg'armasi shug'ullanadi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga borishdan oldin qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Bu sizning murojaatingiz tez va samarali ko'rib chiqilishi uchun juda muhimdir. Pasport asl nusxasi, nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchasi asl nusxasi, hatto eski va eskirgan bo'lsa ham, undagi har bir yozuvni ishga kirgan va chiqqan sanalarni egallagan lavozimingizni, korxona nomini va buyruq raqamlarini diqqat bilan ko'rib chiqing. Diplom o'qish davri stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar uchun, harbiy bilet harbiy xizmat davri stajiga qo'shilishi uchun, tug'ilish guvohnomasi bolalar parvarishi davrlari stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan ayollar uchun. Agar mavjud bo'lsa, oldingi ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, ayniqsa mehnat daftarchasida kamchiliklar bo'lsa yoki ish haqi haqida aniq ma'lumotlar kerak bo'lsa, nikoh guvohnomasi familiya o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar uchun. 4-qadam, pensiya jamg'armasida nimalarni so'rash kerak? Murojaat qilganingizda quyidagilarni aniq so'rang. Mening nafaqamning hisob-kitob asosalarini batafsil tushuntiring. Mening ish stajim qanday hisoblanganini, qaysi davrlar hisobga olinganini va qaysilari olinmaganini aniq ko'rsating. Nafaqa hisoblashda asos bo'lgan oylik maoshlarim haqidagi ma'lumotlarni ko'rsating va ularning qayerdan olinganini izohlang. Mening shaxsiy ma'lumotlarim va stajimga oid tizimdagi mavjud barcha ma'lumotlarning chop etilgan nusxasini bering. Bu sizga uyda xotirjamlik bilan ko'rib chiqishga yordam beradi. 5-qadam. Agar nomuvofiqliklar topilsa, nima qilish kerak? Agar sizga berilgan ma'lumotlar sizning xotirangiz yoki hujjatlaringiz bilan mos kelmasa, yozma ariza topshiring. Nomuvofiqliklar haqida yozma ariza topshiring. Arizada aynan qaysi davrda va qanday ma'lumotlar noto'g'ri hisoblanganini ko'rsating. Qo'shimcha hujjatlar taqdim eting. Agar sizda mavjud bo'lgan hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, mehnat daftarchasiga kiritilmagan davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni arizangizga ilova qiling. Doimiy ravishda kuzatib boring. Arizangizning ko'rib chiqilish holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Murojaat qilganingizda arizangizning ro'yxatga olish raqamini oling va bu raqam orqali uning holatini so'rab turishingiz mumkin. Yozma javob talab qiling. Sizning arizangiz bo'yicha yozma javob olishga haqqingiz bor. Bu javobda sizning murojaatingiz qanday ko'rib chiqilgani va qanday qaror qabul qilingani aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 6-qadam. Agar muammolar hal bo'lmasa, agar sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasi bo'limida hal etilmasa yoki siz qabul qilingan qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Siz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining respublika darajasidagi markaziy apparatiga murojaat qilishingiz mumkin. Prokuraturaga yoki sudga murojaat qiling. Agar barcha ma'muriy usullar natija bermasa, siz o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun
sudga yoki prokuraturaga murojaat qilishga haqqingiz bor. Yuridik yordam, agar vaziyat murakkab bo'lsa, tajribali yuristdan maslahat olishdan tortinmang. Ba'zi nodavlat notijorat tashkilotlari ham nafaqaxo'rlarga bepul yuridik yordam ko'rsatishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiruv aziz nafaqaxo'rlar, xulosa qilib aytganda, sizning nafaqangiz sizning butun umrlik mehnatingiz mevasidir. Yangi raqamli tizimlar bu mevaning miqdorini aniqroq belgilashga yordam beradi. Biroq bu jarayonni shunchaki chetdan kuzatmasdan, balki faol ishtirok etishingiz kerak. Sizning qonuniy haqqingiz bo'lgan pulni to'liq olishingiz uchun bugun aytilgan maslahatlarga amal qilib, albatta o'z hisobingizni tekshiring. Bu sizning mehnatingizga bo'lgan hurmat va davlat tomonidan kafolatlangan haqqingizdir. Bu videoni ko'plab nafaqaxo'rlar ko'rishi juda muhim. Shuning uchun iltimos videoga like bosing va uni do'stlaringiz, yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz bilan baham ko'ring. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni, shuningdek, nafaqangizni tekshirganda qanday natijalarga erishganingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi va ularni harakat qilishga undaydi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va o'z haqqingizni bilib yashang.